Alhamdulillah va salatu vassalam ala rasulillah. Allohning yordami va tavfiqi bilan bugun biz Sudan sharqidagi Kasala viloyatida joylashgan Karoma qochqinlar lageridamiz. Alloh taoloning izni bilan ushbu lagerda yashayotgan qochqinlikdagi aholi uchun issiq taomlar ulashmoqdamiz. Bu taomlar O'rta Osiyo musulmonlari tomonidan taqdim etilgan. O'rta Osiyodagi musulmon birodarlarimizga tashakkur aytamiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin va sizlarga baraka bersin. Bugun 2025-yil 11-dekabr. Ushbu muborak kunda sizlarga salom yo'llaymiz. Sudan sharqidagi Kasala viloyatida joylashgan Karoma 2-qochqinlar lageridamiz. Bu yerda O'rta Osiyo musulmonlari tomonidan taqdim etilgan taomlarni tayyorlamoqdamiz. Alloh taolo ushbu ihsonlarni qabul qilsin va bu xayrni ularning savob tarozilariga yozsin. Ihson egalarining mol dunyosiga baraka bersin. O'rta Osiyo musulmonlariga ushbu pokiza va muborak yordamlari uchun chin dildan minnatdorchilik bildiramiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin va baraka bersin. Inshaalloh tarqatish jarayonidan ham lavhalar ulashamiz. وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا بالصالحات لتربطا أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا بالصالحات لتربطا كم من أناس كالمطر مروا وقد تركوا الأثى لله ساروا مخلصين فنعم دار المستقر جزاكم الله خير. Ushbu mazali taomlar uchun Alloh sizlarni yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Biz Fasherdan kelganimizdan beri bunday taomni ko'rmagan edik. Alloh sizlarni yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Mol dunyolaringizga va farzandlaringizga baraka bersin.